Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, yana Xudo xolasa bize yana bir obyektimizni ko'rsatishga harakat etdik. Qo'ldan kelsa, yana Xudo xolasa bize Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Ilich kolxozidamiz. Yana bu yerda ishlagan ishlarimiz elektrik ishi bo'ldi. Xudo xolasa birin ko'rsatib o'tishga harakat etamiz. Qo'llab-quvvatlab, laytlarni bosib, ko'pchilik yetib borishdan sababchi bo'lasizlar. Podpисаться unutmaymiz. Yani Xudo xolasa bize de bu işleri birinchilikdan ko'rsatib o'tamiz. Bize de bu işlerden yine evvel bir yerde şu tepede yine как положение iki simli provodda gelip turadi. Bir yerde yine kabelni zamonaviylashtirib, zamonaviyatib bir kabelli sifatli yani bataryasi yo'q kabellardan ishlatib turibmiz. Yine uchuvchikni yuqoridan pastga tushirdik yine Xudo xolasa. Tushirdik yani sizlere maslahat beraman. Uzuv degan narsa bor hozir. Evvelden ham boy ko'pchilik qo'ymaydi. Uchuvchikdan keyin uzuv degan uzuvni qo'ysa, shu narsani qo'ysa, avtomatning o'rnina sifat darajasi yaxshi bo'ladi. Chusta bo'lsa, sezish darajasi yaxshi avtomatga qaraganda. Kulchatura, misol rozetka bir narsa simni ham, mixni ham yosh bolalar, например, shu vaqtda ajratib tashlaydi. Undan keyin transformatorni, sirlogini o'rnatib berdik, tokni kamagan ko'paytirish maqsadida. Buni meni Xudo xolasa sifatli yaxshi etib ishlab berdik. Kabellarga e'tibor etasizlar. Kabellari 16 lik katta element garantiyali kabeldan o'rnatib berdik. Bemalol ko'rib kuzatishlaringiz mumkin. Zazimlilarni ham qo'yib berdik. Kabeli o'sha quvvatli kabeldan. Bu zazimliyasini yer ostına qaqiladi. Yerni namlik o'lchanadi. 2 metrmi, 3 metrmi shunaqa qilib yer ostidan zazimliyani qazib qaqilib, mana shu kabel orqali ketadi. Zazimliyaning ko'p narsaga foydasi bor, ko'pchilik biladi. Ortiqcha tok bo'lsa, ishni yani banyaga tushganda misol kir mashina ichlarida jimirdadan toklar bo'lsa, shuni alıp duradi. Yani Xudo xolasa ko'rib o'tasizlar. Yana beden gitken kabel kuzatinglar Xudo xolasa. Bu yerda yashikimiz bor, yana opshi bitgandan keyin ustidan yashik qo'yamiz. Yani sirlok bilan cho'chikni ustidan yashik qo'yilib, buni mana kuzniy ustalar sifatli yaxshi etib ishlab berdilar. Yani shuni o'rnatib beramiz. Kabelga keladigan bo'lsak, yana kabelimiz uchli kabeldan kelib turibdi. Yana e'tibor etsanglar, birisi zazimliyana, birisi plus, birisi minus. Bu yanda yine sheetimiz bor. Sheetimizni terib berdik. Yani her bir e'tibor etib qarasanglar, her bir xonaga bir sheetdan bo'ldi, yani avtomatdan. Her bir xonaga bir avtomat ketib turibdi. Her bir rozetga даже garantiya berishimiz uchun, sifatli bo'lish uchun her bir xonaga bir avtomatdan qo'yildi. İbara nomer qoldiramiz, yozib, uyni egalarini tushuntirib, ertangimizga yetgandan keyin qaysi xonaga tok kerakligidan bo'lsa, bemalol ajratib qo'yishlari mumkin. Sifat darajasi yaxshi, zazimlanasi, minusi hamma narsasi o'z joyida. Bu montaj uchli kabeldan bo'lib turibdi, shuni unutmanglar. Uchli kabeldan, uchli. Bu yoqqa mis, shitadin element, glavni misga qaraganda tok elementda tezroq yuradi, fizikani biladi, Alloh biladi. Yana bu rozetkani ko'rsatib o'tamiz. 35 santimdan Euro standartına Euro standartında 30-31 santimdan qo'yiladi. Prisos uchun bu. Prisos uchun yana zazimliyani rozetkalardan qo'ydik. Poldan 35 santim. Yani kuzatib o'taverasiz. Bu ikkili kulchator, birisi patologa, birisi podsvetniga, birisi lyustraga, birisi podsvetniga. Yani bu yoqqa konditsioner uchun ham qo'yib berdik yana. Yani bu yoqqa Xudo xolasa anten. Bitgandan keyin ham bir ko'rsatib o'tamiz, Xudo xolasa. Yani bir yerden birinde her bir xonada pilisos uchun pastdan rozetka bor. Her bir xonada pastda yana 35 santimdan pilisos uchun
Patolog passivitlik uchun. Lyustra passivitlik. 2dan kabel tashladik patologa. Uyni egalari bemalol o'zi Yevrosalonda ishlab ber desalar ham ishlab beraveramiz. Zakaz bilan ham ishlab beraveramiz aytgan joyina qo'yib. Yana bu anten joyimiz bo'ladi bu. Yani turbadan 25 turba tashlab berdik. Yani prям rozetkaning ichine girib turadi. Чтобы ertang xohlagan vaqtlaringizda bemalol antenni girib chiqarish uchun. Umuman avoy uraslamun umuman divola aloqasi yo'q bu narsaning. Ustidan o'zini rozetkalar qo'yiladi. Xohlagan vaqtda antenni almashtirib bilasizlar. Bemalol ishlarimizni kuzataverasizlar. Fonli montajdan yana 35 santimda har bir xona qo'yildi. 1 metrdan kulchator qo'yilib turibdi. Ana bu deshik bizlarga bog'liq emas. Avvalgi montajda u eski. Biz o'zlarimiz ishlagan montajimizni o'zlarimiz zamoskasini ishlab ketamiz. Ya. Akpolojini xudo xolasa bitgandan keyin jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Bemalol yana har bir rozetkada zazimliniyasi bor yana qo'shilgan hamma zazimliniyasi.